Rossiyadagi migrantlarni migratsiya siyosatida qanday o'zgarishlar kutmoqda? Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada migratsiya sohasida o'zgarishlar haqida. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalasi bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i Valentina Kazakova ularga to'xtalib o'tdi. Noqonuniy yurganlar reyestri ishga tushirildi. Unga hozir 8 ming xorijlik kiritilgan. Politsiya xodimlari xorijliklarni chiqarib yuborish to'g'risidagi qaror qabul qilish vakolatiga ega bo'ldi. Noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun jazo kuchaytirildi. 2025-yil 10 sentyabrgacha noqonuniy migrantlar hujjatlarini to'g'lab olishlari mumkin. 2025-yil 1 sentyabrda Moskva hududida qog'oz registratsiya kerak bo'lmaydi. Migrantlar ilova orqali registratsiya qiladi va amalda yashab turgan joyi haqida geolokatsiya yordamida ma'lumot beradi. Bu yerda etnik ruslar yashaydi. Vologda gubernatori migrantlarni haydab chiqarmoqchi. Yaqinda Vologda viloyati gubernatori Georgiy Filimonov barcha muhojirlarni mintaqadan haydab chiqarish g'oyasini ilgari surdi. U o'z istagini quyidagicha izohladi. Vologda eng etnik rus mintaqasi va uning ruscha ko'rinishini saqlab qolish kerak. Uning fikricha, Vologdada qimmatli xorijlik mutaxassislar emas, ruslarning farzandlari yashashi kerak. Siyosatchining milliy kartani qanchalik oson o'ynashi hayratlanarli. Tasavvur qiling, bu yerga o'qish, yashash va ishlash uchun kelgan minglab odamlar birdaniga keraksiz bo'lib qoladi. Bunday bayonot nafaqat shov-shuvli, balki xavfli ko'rinadi. Axir yirik loyihalar, asosiy tarmoqlar va hatto do'konlar ko'pincha migrantlar mehnatiga bog'liq. Muhojirlar Vologdada mahalliy hamjamiyatning bir qismiga aylangan. Xulosa oddiy: migratsiyani milliy tozaligi haqidagi gaplar bilan emas, balki haqiqiy harakatlar, uylar qurish, ish joylari yaratish, odamlarni hurmat qilish orqali muhokama qilish zarur. Bu yerdagi odamlar begona emas. Ular yashash va ishlash uchun kelgan jamiyatning bir qismidir. Maosh $1000. O'zbekistonliklar Rossiyaga ishga taklif qilinmoqda. Bu haqda Fuqarolik jamiyati institutini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi matbuot kotibi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, fuqarolar Rossiyadagi yirik savdo tarmog'iga qadoqlovchi yig'uvchi vazifasiga ishga taklif etiladi. Nomzodlar uchun talablar: rus tilida erkin muloqot, 20-40 yosh oralig'i, jismoniy yuklamalarga tayyorgarlik. Rossiya va O'zbekiston mehnat migratsiyasi bo'yicha yaqin hamkorlikda ishlashga kelishib olgan. Bu haqda 18-iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin TASS dunyoning yetakchi axborot agentliklari rahbarlari bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Biz ijtimoiy xarakterdagi masalalar va mehnat bozori holidan xabardormiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan bu masalalarni birgalikda hal qilishga kelishib oldik. Chunki mehnat bozori bizda qanday holatda ekanini ma'lum. Sizlarda O'zbekistonda esa ma'lum bosim mavjud, lekin nima qilish kerakligini birgalikda belgiladik. Rossiya ishlashni xohlovchi insonlarni avvaldan tayyorlash, dedi Putin. Uning ta'kidlashicha, bu borada ayniqsa ayollarga e'tibor qaratish muhim. Shuning uchun bugungi kunda Rossiya va O'zbekiston ayollari o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Qayd etish joizki, oldinroq Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoy Sankt-Peterburgda o'tkazilgan 9-mehnat forumida Rossiyada 2024-yil yakuniga ko'ra 6,3 million nafar chet ellik fuqarolar yashayotgani, ulardan 1,4 million nafari O'zbekiston ekanini ma'lum qilgan edi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya ichki ishlar vazirining o'rinbosari Vitaliy Yakovlev Turkmaniston poytaxti Ashxobodda o'tkazilgan tinchlik barqaror rivojlanish va migratsiya masalasidagi xalqaro konferensiyada Rossiyada migrantlar orasida eng ko'p jinoyatlarni o'zbekistonliklar sodir etayotganini qayd etgan edi. Uning aytishicha, joriy yilning birinchi choragida Rossiyada xorijliklar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning 35,5% O'zbekiston fuqarolariga to'g'ri keladi. Shamol sabab bir nechta samolyotlar Toshkentga qo'na olmadi. Toshkent aeroportida shamol yo'nalishining o'zgarishi tufayli mahalliy vaqt bilan 16 yo'nalishda havo kemalarining qabul qilish va jo'natish bo'yicha vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi. Bu haqda Uzbekistan Airways xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Toshkentga qo'nishi kerak bo'lgan ba'zi samolyotlar Samarqand aeroportiga yo'naltirilgan. Jumladan,
Qanot Sharq aviakompaniyasining Karman-Toshkent yo'nalishidagi samolyot 16:35 da qo'nishi kerak edi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasining HY 9732 Maxachqal'a Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyot 16:42 da qo'nishi kerak edi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasining Dehli Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyot Samarqanddagi zaxira aerodromiga yo'naltirilgan. Shuningdek, Air Astana aviakompaniyasining Ostona Toshkent yo'nalishidagi KS-123 Turkistondagi zaxira aerodromiga yo'l olishga qaror qilgan. Mahalliy vaqt bilan soat 16:30 da vaziyat barqarorlashgan. Toshkent aeroporti havo kemalarini qabul qilish va jo'natish bo'yicha cheklovlar bekor qilingan. Aeroport odatdagi tartibda ishlamoqda. Zaxira aerodromlarga qo'ngan samolyotlar Toshkentga uchishga tayyorlanmoqda, deyiladi xabarda. O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan Rossiya Federatsiyasida vaqtinchalik ishlayotgan o'zbekistonliklarga noqonuniy yurgan bo'lsa ham, diplomatik vakolatxonalarda 2025-yilning 30-apreliga qadar xorijga chiqish biometrik pasportlari rasmiylashtirib berilishi yo'lga qo'yildi. Bu haqda O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulxonasi xabar berdi. Rossiya hududidagi fuqarolar o'ziga tegishli fuqarolik pasportini yo'qotgan, yaroqsiz holga kelgan, amal qilish muddati tugagan yoki boshqa hollarda ham diplomatik vakolatxonalarga xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirish uchun murojaat qilishlari mumkin. Yangi qonun loyihasi muallifi Adolatli Rossiya partiyasi yetakchisi Mironov hujjat bilan xorijlik chiqarib yuborilganda yoki deport qilinganda xuddi shu choralarni uning oila a'zolariga nisbatan ham qo'llash taklif qilingan. Boz ustiga qoidabuzar migrantning qarindoshlarining Rossiyaga kirishini ham taqiqlash taklifi berilyapti.